Bektash aka haqiqatdan ham Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi harbiylarga bo'lgan munosabat va ularni tiyib turish masalasida deylikki diktatorlar va harbiylar o'rtasida institutlar borligini, endi Yevropada hozircha diktatorlar yo'q, umuman olganimizda Tramp nuqtai nazaridan siyosiy institutlar borligini ham inobatga olish kerak va haqiqatdan ham Tramp keyinchalik nima bo'lgan taqdirda ham harbiylar jiddiy kuch ekanligini tushunib yetyapti. Albatta. Shuning uchun ham ultimatum qo'yayotganligini ko'ramiz. Lekin Jahongir, bu yerda yana bir jihati borki, Rossiyani bilamiz, siyosiy institutlar ishlamaydigan davlat hisoblanadi va biz Ikkinchi jahon urushidan keyin ham mag'lubiyatga teng g'alaba sifatida qaraldi Rossiya SSR elitasi tomonidan va birinchi repressiyalar ham generallarga nisbatan boshlandi. Lekin bugungi kunda dunyodagi eng katta urushni olib borayotgan va e'tibor beraylik, bu yerda juda ham katta moliyaviy resurslarni harbiylarga, harbiy sohaga yo'naltirayotgan Rossiya qanday qilib mana shu sharoitda deylik o'zini saqlab qolyapti, urushni amalga oshiryapti va umuman byurokratiyani ham harbiylashtiryapti-da. Mana shu jarayonlarni siz qanday kuzatasiz, ya'ni Rossiya ko'rinishida? Endi albatta o'xshash va farqli taraflari katta. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari bilan Rossiya singari mamlakatlardagi siyosiy tizimlarni umuman harbiylarga bo'lgan munosabatni ham, lekin bir narsani Bektash aka fikrlariga qo'shilaman. Har qanday jamiyatda ham albatta harbiylarning ahamiyati katta bo'ladi. Bu demokratik bo'lsin, bu nima bo'lsin, nodemokratik bo'lsin. Endi Rossiyadagi tizim bo'yicha aytish kerakki, meni fikrim bu agar Putinning o'zi bo'lganida allaqachon bu tizimdan kerak bo'lsa harbiylar unga qarshi chiqish ehtimoli baland edi-da. Lekin gap Putinning o'zida emasdi, ya'ni Putin atrofida o'sha o'ziga shu tizimdan chiqqan odamda, ya'ni o'sha nima deydi, xavfsizlik tizimlaridan chiqqan odam sifatida u xavfsizlik tizimlaridagi odamlardan ustalik bilan foydalana oldi. Ya'ni o'sha juda katta ulardan biri o'sha harbiy generallar yoki harbiy ofitserlarning har bir tizimida o'sha kuratorlik tizimi deymizmi, boshqa tizim deymizmi, o'zgarishi xavfsizlik nazorat qilib turadi. Ular oilalarini nazorat qilib turishi yoki nima deydi, qanday harakatlanishi, bu yaqin odamlar bilan bog'liq telefon qo'ng'iroqlarini, ya'ni ular ba'zida his ham qilib turadi. Ya'ni mana shu narsani Tramp kerak bo'lsa bu o'rganib turib, kerak bo'lsa sekin nima qilish ehtimoli ham bor. Ya'ni u havas qiladi-ku doim avtokratlarga-da Tramp. Ya'ni bu holatda u o'sha Rossiyada bo'layotgan holatlardan u o'zida qaytarishga urinish qilishi mumkin. Demak, uni asosiy yutug'i Putinning, ya'ni harbiylarni qo'lga olib bo'lgan. Chunki unutmaslik kerak, urushni eng oxir xohlaydigan odamlar bu harbiylar bo'ladi. Chunki ular boshiga tushadi, biladi buni qanchalik qiyinligini. U urush degani bu yerda o'tirib turib, nima deydi, video o'yin emas bu. U haqiqiy odamlar o'limi, u qancha xarajat to'g'risida u farzandini nima deydi, yana qayta ko'rishni xohlaydi va tinchlikni xohlaydi-da, harbiylarning aksariyatida. Bu holatda demak, shuning uchun ham bu yerda ko'proq hissiyotga berilgan siyosatchilar urushni boshlaydi. O'zi aytishadi-ku, o'zi siyosatchilar urush boshlaydi, harbiylar emas degan tushuncha bor. Harbiylar shunchaki ularning fikriga quloq soladi. Endi albatta demokratik jamiyatda ham har qanday davlat tizimida kuch ishlatar tizimlar davlat boshqaruviga bo'ysunishi kerak. Bu tabiiy holat. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida Bektash aka aytganlaridek o'ziga yarasha maxsus tizimlar bor-da. Ya'ni ular tasavvur qiling, 45-yildan beri Yevropada xizmat qilayotgan harbiylarning avlodlari ham bor-da. Bobosi ham xizmat qilgan, hozir otasi ham xizmat qilgan, o'zi ham xizmat qilyapti. Yevropada harbiy xizmat qilyapti yoki Tinch okeanida. Nima deydi, u yoshligidan boshlab transatlantik birlik to'g'risida o'qigan, Angliya bilan amerikalik askarlar kelib bo'lsa oilaviy yaqin bo'lib ketgan, Yevropadagi harbiylar bilan bordi keldi tizimlari bor-da, ulardan birga o'qigan yoshligidan harbiy akademiyalarda. Ular kerak bo'lsa amerikalik harbiylar bunga nima sifatida qaraydi, muqaddas burch deb qaraydi. Ya'ni biz Yevropa deb, ular biz bitta deb o'ylaydi. Ya'ni biz masalan Rossiya SSRga qarshi bo'lganmiz, endi Rossiyaga qarshimiz, vazifamizni bajarishimiz kerak. Biz ukalarimiz, bizning og'aynilarimiz degan tushuncha bilan qaraydi. Hozir bo'lsa Tramp birdaniga yo'q, sizlar dushmanlaring asosan Xitoy. Bu yerni sal kamaytirishimiz kerak desa, albatta norozilik paydo bo'ladi. Biz shuncha vaqt, demak, biz bu Yevropaning urushi, Baydenning urushi esa biz shuncha vaqt bekor yurgan ekanmiz. Ya'ni ularni ishini puchga chiqaryapti-da, mohiyatan. Ya'ni sizlar archa shunchaki xarajatsizlar degan tushunchani kirityapti. Ular o'zini ozodlik himoyachilari deb o'ylardi.
aqsh harbiylari harbiy tizimdagilar sarkardalardi va kerak bo'lsa bu ularning noroziligi tabiiyki hozir bo'lishi ehtimoli baland va bu holatda ular qaysidir ma'noda bu majlis chaqirishi ularni birdaniga bu katta majlis chaqirishi qisman qaysi ma'noda norozilikka sabab bo'ladi bu yerda Rossiya va Xitoy singari davlatlar uchun tayyor razvedka qilish imkoniyatida kuzatish imkoniyati kim qayerdan uchadi demak kimni qanday qilishi nima deb gapirishi mumkin qayerda ko'rishadi uchish yo'llarini juda katta ma'lumotlarni hozir qo'lga kiritib olgan bo'lishi mumkin ya'ni bu narsa urush davrida ham unchalik bo'lmagandi deb noroziliklar sabab bo'lishdi masalan 49 yildan beri harbiy tizimda ishlayotgan o'sha Yevropadagi NATO generallaridan biri ham ochiq aytib yuboribdi-ku bu qanaqasiga bo'lmagandi 49 yillik faoliyatimda hali bo'lmagandi bu holat degan gapimda ya'ni bu Bektash aytganlaridek bosim ularga avvalo gap bu yerda to'g'ri endi nima deydi avvalo unutmaslik kerakki Trump degan PR gaplarga ishqibozku ikkinchi jahon urushidagi urush vazirligi bo'lganda nomi ilgarigi nomi endi qayta tuzilib keyin mudofaa vazirligini urush vazirligi deb ataganda u mana bu PR meni yoqadi deb o'yladi lekin aslida bu norozilikka sabab bo'ladi harbiylarning ham noroziligiga sabab bo'ladi demak bizga odamlar deydi bizni mudofaa uchun emas ya'ni hujum qiluvchi odam bosqinchi deb qarashi mumkin degan ma'noda bu nomni o'ziga aslida deyarli qo'llagan aniq generallarni bilmaymizda biz ya'ni birorta aniq general birorta ma'lumot aytmadi bu bo'yicha yoki iste'fodagi ham qaytanga qarshi chiqishdi bu nom deyishdi qaytanga bizga nisbatan qaysidir ma'noda haqorat-ku deyishdi Trampni bu qo'ygan nomida urush vazirligi biz endi urush tashkil etish bilan shug'ullanamizmi degan ma'no ikkinchidan bo'lsa ya'ni mudofaani hamma vaqtdan mudofaa qilganmiz-ku qaytanga urush vazirligi bo'lmagan vaqtdan ko'ra kuchliroq bo'lganmiz gap nomda emas gap maqsadga aniq intilishda va doimiy bunga nisbatan sabot bilan turishda endi yana bitta masala shundaki e'tibor bersangiz so'nggi vaqtlarda ko'p shaharlarga Trump nima deydi milliy gvardiya qismlarini kirityapti ya'ni o'ziga qarashli bo'lgan shtatga qarashli bo'lmagan bular qaysi shaharlar Washington New-York Los Angeles va yaqinda mana Portlandga kiritdi. Bu shaharlar hammasi demokratlarni ko'proq qo'llaydigan shaharlarda, demokratik merlar, demokratlar boshqaruv ostidagi hududlar hisoblanadi va Trampga qarshi asosiy maydonlar hisoblanadi saylovoldi kampaniyasida. Ya'ni ularda nazorat uchun ularda migratsiya muammo, jinoyatchilik kuchayib ketgan deyapti. Lekin jinoyatchilik ulardan ko'p bo'lgan Dallas boshqa shaharlar kiritmayapti-da. O'rta G'arb shaharlariga-da. Ya'ni o'zining tarafdorlari bo'lgan. Aslida ularda ko'proq ya'ni Trampni qo'llaydigan shtatlarda jinoyatchilik ko'proqda. Bu holatlar ham bir qancha demokratik partiya tarafdorlarida, bir qancha ekspertlarda savol tug'diryaptiki, nimaga tayyorgarlik ko'ryapti ekan degan ma'noda Tramp. Ya'ni e'tibor bersangiz, Trampning fikrlari, o'zgarishlar, bu global o'zgarish to'g'risidagi uning g'oyalari endi qaysi ma'noda xomxayolan bo'lishi mumkin, lekin bu 4 yilda qilib bo'lmaydigan o'zgarishlarda. Go'yoki bu kamida 20 yilga tayyorlangandek-da. Yoki mana Tramp bo'lmasa ham Trumpizmni qolishi uchun harakat qilayotgandek. Ya'ni ehtimoliy 2028-yilgi saylovlarga tayyorgarlik yoki 2026 noyabrdagi oraliq saylovlarga tayyorgarlik bo'lishi mumkin degan ma'no. Demak, kuch ishlatar tizimlarini u buyruq bersa, tasavvur qiling, agar Kongress buni to'xtatish bo'yicha qilsa, kuch ishlatar tizimlar, ya'ni armiya kimga bo'ysunishi masalasi hozir savol ostida qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda huquqiy sizlar huquq bilan qilasizlarmi? Sizlar menga sodiqmisizlar yoki Kongress konstitutsiyaga, Kongressgami degan savolni o'rtaga mohiyatan o'rtaga tashlanayotgan bo'lish ehtimoli baland turibdi-da. Ya'ni bu yerda qaysidir ma'noda aniqlab olish va harbiylarni orasiga nima deydi aniq solish, o'z odamlarini kiritish bilan bog'liq holatlar. Endi hozircha qiynalyapti, chunki boshqa sohaga o'z odamlarini qo'ysa ham, lekin masalan generalni o'rniga birini general deb qo'ya olmaydi-da. Amerikada uni jarayonlar bo'lish kerak, 15-20 yil nechillik xizmatlar bo'lish kerak, qanday yutuqlarga erishgan bo'lish kerak. Bunaqa odamlar yo'q. U golf o'ynab yurganlar bilishi mumkin xolos. Nima deydi, Steve Witkovga o'xshaganlarni qo'yish mumkin, lekin bularda tanishib o'zi armiyada xizmat qilgan, armiyaning uncha tuzmati ulardan qo'rqadi ham Tramp. Unda shuna psixologik tushuncha bor-da, ya'ni bularda aniq gapni ayta oladi. Shuning uchun ham u bu masalaga jiddiy qaraydi. U eng qo'rqadigani shu. Rossiya armiyasidan qo'rqmaydi, u AQSh armiyasidan qo'rqadi. Chunki ularni konstitutsiya yoki kongressga sodiqligi masalasi cho'chitadi. E'tibor bersangiz, 2021-yil yanvarda nima deydi, saylovda yutqazgandan keyin, bu tan olingandan keyin Michael Pence'lar bo'ldi hokimiyat topshirishimiz kerak deganda u sotqinlikda ayblagan o'z vitse-prezidentini. Sen tasavvur qiling, hokimiyatni mana yutqazdi.
narigi taraf hokimiyatga berish kerak, bu an'ana, lekin buni sotqinlik deb hisoblayapti-da. Va 6-yanvarda bilasizki, uning tarafdorlari Kapitolga kirgandi-ku. 2025-yil qaytgandan keyingi birinchi ishi nima bo'ldi? O'sha odamlarni hammasini afv etib ozod qildi. Jinoiy ishlarni to'xtatdi-da. Va aynan shu bosh prokurorlikka yoki nima deydi, Adliya vazirligiga, FBR rahbarligiga o'z odamlarini qo'ydi. Tizimga emas, o'ziga sodiqlarni qo'yapti. Bu holatda albatta muammolar yuzaga kelish ehtimoli. U oxirgi halqa sifatida harbiylarni biladi va biladiki, harbiylarning ko'pi liberalizm g'oyasi ostida katta bo'lganda, masalan, bir qancha AQSh harbiylari ham kerak bo'lsa, nimaga Isroilga yordam berayotgandan norozi bo'lib, janjalli hodisalar, insidentlar ham yuz berdi-ku. Ya'ni biz nima qilyapmiz o'zi degan ma'noda, biz ozodlik himoyachisimizmi yoki ozodlik bo'g'uvchisimizmi degan, xudo shu. Shuning uchun ham mana shu narsalarni kamaytirib, o'ziga xos mafkuraviy jihatdan, tayyorgarlik ham institutsional jihatdan ularga o'zgartirishga bo'lgan ilk qadamlar sifatida ham baholasa bo'ladi deb fikrlashmoqda. Shunday, Jahongir o'zi aslida Trampning qo'lida juda ham bir mustahkam harbiy sistema bor. Uni moddiy manfaatlardan ko'ra ko'proq ideologiya boshqaradi. Qo'shilaman bu fikringizga va Trampning eng asosiy maqsadi keyinchalik o'zimni mana shu harbiy sistemaga qanaqa implementatsiya qilaman. Ya'ni qanday ildiz otaman, o'zi aslida bu imkonsiz deb o'ylayman. Ya'ni harbiy sohaning nimasini tushirmasdan, sifatini tushirmasdan Trampning u yerga implementatsiya qilinishi oddiygina Pete Hegsethning axloqiy ko'rinishi va oxirgi nutqida ham bitta ham qarsak chalgan emas. Ya'ni oxirgi nutqida umuman obro'siz ekanligini ko'rsatdi o'sha. Hech kimligini aslida admirallarni yiqqan paytida, lekin Putinda boshqa narsa. Putin tabiiyki o'zining harbiylari bilan ochiq gaplashganini ko'ramiz. Ya'ni qaysidir ma'noda ishonch bor. Masalan, Zolotov Putinga hech qachon nima qilmaydi. Ya'ni ikkilik qilmaydi, sotqinlik qilmaydi. Uni o'zining odami. O'zining odami va shu bilan birga deylik Putin harbiylarga xos bo'lmagan komfortni ham taklif qila oldi. Masalan, deylik pora olasanmi mayli, lekin oshib ketmasin juda ham. Insof bilan. Insof bilan. Anaqalar avtomatlar chirib ketadigan darajada emas. Agar chirib ketadigan bo'lsa qamayman. Ha, hozir shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun bir ikkitasini qamadi. Yoki bo'lmasa, masalan, Qodirov armiyasini oladigan bo'lsak, bu Kavkaz tinchligi uchun. Kavkaz tinchligi uchun va bu oxir oqibat o'ziga xos bir nimani vujudga keltirdi. Masalan, deylik, ular aytdiki, nima uchun harbiylar siyosatchilar kabi bolalarini chetda o'qitishi mumkin emas, o'zlari maza qilib dachalar sotib olib shu yerda yashash mumkin dedi. Ya'ni imkoniyating bo'lsa qilaver. Va yana bitta fikringizga qo'shilaman, Tramp ham mana shu narsani orzu qilayotganligini ko'ramiz.